Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 11 ayning 6 kuni Juma. Sizlarga inozoq uchurlarni yetkazib qo'yay deb chiqishim. Bu hafta nurg'un qarindoshlar mendan so'radi. Saylam ish to'g'riliq. Saylam ishni inozoq tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz qanday bo'lib ketadi deb. Hozir shu saylam munosabati bilan kechasi bilan uxlayolmayotgan qarindoshlar hali ko'p. Ulardan davomli uchur topshirib yo'taman. Shunga bugun asosligi saylam ustida to'xtalaman. Yana bir sabab shu saylam munosabati bilan bu hafta vatanda ancha uchur kelmadi. Men uchurga bir qarindoshlarning hammasining ko'ngli shu saylam natijasida oshning bilan ancha uchur yig'ilmadi. Shunga asosli saylam masalasida to'xtalaman. Hozir endi amanlarniki eng chiliqayotgan narsa hozir shu Amerikadagi televizorlarda ko'rsatayotgan yuzlashga qarab turib oldin faraz qilish soni. Hozir Baydenniki soni 264, Trumpniki soni 214. Agar birisi 270 saylan bildirini olsa, Amerikaga prezident bo'lib ketadi. Ashta boshqa hozirgi bu oldin faraz birinchi qarag'an chog'da Bayden yana 6 son olsa, biletni olsa, o'tib ketadi degan gap. Trump hali oqisida. Ana haqiqiy ahvol shunaqmi deganda undaqmi emas. Nurg'un qarindoshlar mush ahvolga qarab turib ansirayotdi. Haqiqiy ahvol undaqmi emas. Men sizlarga biroz tushuntirib qo'yay buni. Amerikada ikki xil shtatlar bor. Birisi muqim shtat, yana birisi tavranma shtat. Saylan masalasi kelgan chog'da. Muqim shtat degani tarixdan buyon izchil turda bir partiyani saylaydigan shtatlar. Masalan, Kaliforniya tarixdan buyon demokratlarni saylaydi. Bu qitimmi Baydenniki Kaliforniyada erishgan bilet soni 70%dan ko'proq meni bilishimcha. Ashta erishdi. Ba'zi shtatlar faqat jumlachilarni ham saylaydi. U shtatlarmi shu jumlachilar saylaydi. Bu ikki xil shtatni ham muqim shtat deymiz. Bular har qitimliq prezidentlik saylimida o'ziniki partiyasiga bilet tashlaydiganlar. Qag'alla asalli xo'p qoladi. Bu muqim shtat. Taranmi shtat degan o'xshamagan vaqtdagi bilet tashlashda o'xshamagan natija chiqaradigan shtatlar. Hozir muqim shtatlardan tashlangan biletlarniki soni Trump tushgan son bilan Bayden tushgan son asosiyatdan o'xshash chiqib qolgani uchun bu qitimqi saylovning natijasini belgilaydigan shtat ama o'zgarishchan yoki tavranmi shtat bo'lib qoldi. Shunga butun bu janglar shu yerda bo'lyotdi hozir. Şu yerda bo'lyotdi, bizning kirayotgan 264, 214 degan sonlar yuzlashga qarab turib faraz qilgan son, u haqiqiy son emas. Shunga ansirab ketishga hojat yo'q. Buni sal tushuntirmayman hozirina. Endi hammamizniki bilgandek bu qitimqi saylam yolg'iz Amerikaning ham saylami emas. Bu bir dunyoning saylami deb qarashga mumkin bo'ladi. Hozir shunga butun dunyoniki ko'zi Amerikadagi shu saylamga tikillik. Aslida burungi vaqtlarda 3-chilar oqshimisi natijasi chiqib, saylangan prezident tabrik so'zlarini so'zlab, undan keyin kirib uxlaydi. Bu yil ahvollar butunlay boshqa bo'lib ketdi. Buningda bu qitimqi saylamning natijasida manfaat bek cho'ng. Sababi nima deganda, agar Trump chiqsa, Amerika va g'arb ellarining qiymat qarshini asliga keltirdi. Dunyoni hurlikka boshlaydi. Bu kishilarniki hozirgi farazandi. Uyg'urlarchidan boshqa faraz qilayotganlar ko'p. Ondan keyin Xitoy kompartiyasi yiqiladi. Hamma askirlikki yiqiladi. Ondan keyin Uyg'urlar erkinlikka erishadi. Hozir dunyoniki umumiylik ko'z qarashi bo'lib Amerikaniki shu Trump hukumatiniki ko'z qarashi dunyodagi yomon ishlarning hammasining oqsida Xitoy bor. Xitoy bir kommunistik davlat, kommunistik tuzum, bütün askerliklarning oqsida. Masalan, Al-Qoida bo'lsin, ISIS bo'lsin, Iran, Taliban, Shimoliy Koreya, Rossiya, mushu chiqib aski chiqadigan ishlarning oqsida hammasida Xitoy bor. Ya'ni Xitoy o'ziniki shu vahshiy rezil sistemasini butun dunyoga kengaytirishga urinyapti. Ashta boshqa Trumpning chiqishi Xitoyniki bu shirin tushishini barbod qilib yetadi. Dunyo hozir ashta bir qarashda bu qitimli saylamga intan ko'ngil bo'layotgan ahvollar bir sabab shu. Endi Bayden yaqinda muxbirlar so'ragan vaqtida Amerikaning eng chong xatari nada desa, Rossiya birinchi dushmani, Xitoy birinchi raqobatchisi dedi.
Bütün demokratçılar bu qatimki saylan jarayonida Xitoyni hech bo'lmagan chaqda shu virus sababidan bo'lsa-mu ayblamadi. Bunun ikki sababi bor. Uning birisi shu demokratchilarniki partiyasining ichidagi yuqori darajadagi amaldorlar ichida Xitoyga bog'lanib qolganlar ko'p. Yaqinda bakchi ishlar pash bo'ldi. Bunun eng beshi Biden'niki o'g'li, undan boshqa Clinton'ning oilasi, Obama'ning oilasi, Nancy Pelosi, anikin Kaliforniyada yana bir uzun muddatlik bir senator var, Feinstein degan. U Yahudi ayol, uniki şoförü 30 yıllık şoförü Xitoyken bütün uçurlarını Xitoyga o'rlab turib ishlab qolgan. Ayni vaqtda Amerika hukumatidan şoförning almashtirilisini unmagan bu ayol. Bularning iqtisodiy manfaati bor. Bu mu asas sebepniki, asas muhim sebeplerden birisi, lekin asas sebep emas menimcha. Asas sebep nima desa, bu qatam Xitoyni demokratchilar qat'iy virus ichida ayblamadi. Sababi nima desa, bular bu qatimki saylamda bütün Amerikadagi shu virus sababi bilan o'lgan 220 mingdan ortiq odamni Trumpning gudayi deb andaq o'tirib qo'yish orqali Amerikalarning ko'nglini utamiz degan bir maqsadda Xitoyni aybladi, zodi unmadi. Xitoyni ayblasa bu gunoh Trumpning gunohi emas, Xitoyning gunohi bo'lib qoldi deb. Mushundaq bir vahshiy ishlarmi bo'ldi bu yerda. Shunga Biden chiqsa Xitoy tutdi. Buni nurg'ulashda deb qaraydi. Uni Trump qayta deb kelyotdi. Andikin Biden Xitoyga yumshoqlik qilib, shundan Amerikaning va dunyoniki qorong'ulikqa qarab minishini katta chiqishi mumkin. Bu kishilarniki farzash shu. Ashta bo'lg'achqa bu qatimki saylamdagi manfaat, dunyo manfaati bek yuqori endi. Bu qatimki saylamda masala ko'rildi. Hozir endi bu saylamning natijasi chiqmasligining asos sababi shu. Qandaq degan chaqda sizlarni ko'rdinglar, shu saylamdan burun shu saylam uchun odamlarni to'plab nutq so'zlagan vaqtlarda Trump har kunsi 3 dan 5 maydonchilik yerlarga berib nutq so'zlab yurdi. Har bir yerga borsa shundaqchiq odamlar yo'lning ikki tarafida turib qarshi olib, lekin yig'ilgan yerdami odamlar petishmaydi degandek ashundaq dag'dug'lik ishlarni qildi. Trumpniki odam yig'ib to'plagan yerlarga 30-50 tak odam kelib, shunchalik bichara ashtaq kelgan. Shunga bu kishilarning hamisi Trump nayti asal o'tib ketdi deb faraz qilishga sabab bo'lsin shu. Endi bu yerda bir eskartib qo'ydigan bir narsa, hozirgi bilatniki saylanish ahvolidan qarasa, Trump bilan Biden'niki sal yiqilishib ketyapti endi. Bu qandaqdir kishilarniki Trumpni yaxshi ko'rmay, Biden'ni yaxshi ko'rib ketganligidan emas. Amerikadagi xalq ikki qutbga bo'linib qoldi yaqinda biroz. Uning birisi Trumpni nayti yaxshi ko'rdiganlar, yana birisi Trumpga intayin o'sh kishilar. Trumpga o'sh kishilarning hammasi Biden bilan tashlayotdi. Qandaqdir Bidenni yaxshi ko'rganligidan emas. Agar Bidenni yaxshi ko'rgan bo'lsa, Biden bu ashtaqligi saylan nutq so'zlagan vaqtida u yerga shunday odamlar to'planib ashtaq qilib ketishi mumkin edi. Bir qatim Obama mu bir yerda odamlarni yig'ib nutq so'zlagan, Obamanikiga borgan odam 50 ga bormaydi deb anladim men. Bormaydi, aniga Obama so'zlash jarayonida haqli tuvallik vaqirab, bizga Trump lozim deb vaqirab yurib, oxiri Obama bu gapini davomlashtirmay sahnaga chiqib ketgan ahvol bor. Shundaq. Bu qatimki ahvol nima desa, qandaqdir Bidenni yaxshi ko'rganlikdan emas, Trumpni o'sh ko'rganlikdan bir qism kishilar Biden bilan tashlab ketgan ahvol bor. Andikin bo'lgan bir cho'ng ishmi hozirgi ikki partiyaniki shuari o'xshamaydi. Cumhuriyetçiler qonunluq biletlarniki hammasini sanaymiz deydi. Demokratchilar biletniki hammasini saylaymiz deydi. Bu ikki gapniki nayte cho'ng farqi bor. Amerikada shu bilet tashlagan vaqtida uniki qonuniy tartiblari bor. Qanday ishlarni qilib, qanday yo'llar bilan bilet tashlaganligini. Bo'libmi kishilarniki kimligini tekshirib, u layoqatli emasmi shuni qarab bilet tashladigan ishlar bor. Hozir bir qism shtatlarda bunday qilmabdi. Kim bilan tashlasa unga yo'l qo'yib aytgan ahvol bor. Bu bir ahvol ko'rildi. Andan keyin yana bir cho'ng ahvol 3-akshimisi bilan sanayotgan vaqtida Trumpning biletini eshib mongan. Shu tavranmish shtatlardan bir qanchasi yarim kecha bo'lganda bilet sanashni to'xtatdi. To'xtatib keyin kechada yana boshlabdi buni. Ki atkinsi qo'pib qarasak, bu tavranmish shtatlardagi sanalgan kechasi sanalgan biletlar biroq lamkin shu Biden ketib qolgan. Masalan, bir shtatda shu kechasi sanalgan bilet 140 mingdan ko'pkan. 140 mingdan ko'p biletning hammasi Biden ketibdi. Trumpga bilet yo'q. Mushundaq darajada voqea tug'ildi bu qatim. Ashta bo'lg'achqa hozir endi
bu kişiler biletni qayta sanash kerak degan narsani o'tirib qo'yotdi. Mushta bir voqea bor bu yerda. Ondan keyin Amerikada nüfusi qaysi shtatniki nüfusidagi odam degan bir narsa bor. Siz bir shtatdan yana bir shtatga borsangiz 30 kun tug'andan keyin shu shtatniki nüfusi kirgan bo'lsangiz, shu shtatda bilet tashlay olasiz. Nevada degan shtatda boshqa shtatlardan kelgili 30 kun bo'lmagan odamlardan 10 mingdak odam bilet tashlaganlikning gapi bor. Andan keyin ba'zi yerlarda bir xil qalamlar bor, Sharpie deydigan mangulik qalam. Uni bunda xat yozsangiz to'g'ri chiqadi bu. Ma bilet tashlashning qoidasi nimelik nimada bilet tashlash u bolpen deydi, shar qalamda. Shar qalamda bilet tashlash talab qilingan, lekin ba'zi shu Cumhuriyetçiler bilet tashlagan yerda haqlar ishni oldida turib, Sharpie degan qalamni beribdi. Bu qalamda biletni to'ldirsangiz, rang yamir yuziga o'tib ketib, mashina tunimaydi ekan. Uni biletni layoqatsiz deb chiqarib ketadi ekan. Bunda haqiqat ko'rilibdi. Andan keyin ba'zi o'rinlarda Amerikaning qonuni bo'yicha biletni tekshirayotgan o'ringa Cumhuriyetçi va Demokratchi partiyalarniki kuzatuvchilari kirib qarab turdi ekan. Ba'zi o'rinlarda bulubmu shtatning boshlig'i Demokratchi shtatlarda Cumhuriyetçi kuzatuvchilarni kirgili qo'ymabdi zalga. Ondan keyin derizlarni yeb bitibdi, ko'msin deb. Bunda haqadami ko'rildi. Ondan keyin yana bir yerda bir odam shu Cumhuriyetçilarniki biletini jiqqan sanduqdan bir biletga bir sanduq o't qo'yib yetibdi. Unda 80 dak bilet bor ekan. Tunugin yana Kanada bilan Amerikaning chegarasida bir shu pochxona ishlagan odam mashinasiga nurg'un biletlarni qachlab etmayotgan tutilib qoldi tunugin. Undaq voqea bo'ldi. Yana bir voqea shu televizorda yig'ilgan biletlarni ko'rsatayotgan vaqtida ba'zi bir bo'loqlar Xitoydan kelgan bo'loqlar ko'rinib qoldi. Bu xat Xitoydan pochtaga so'ralganda buningga nihoyat hayron qilib, bu Xitoy analizchilari bularni xil ko'tarib chiqdi. Ba'zilardan so'rasa debdi, biz Xitoyga ketib kelamagan, shunga biz Xitoydan turib bilet tashildik deb. Lekin bunday gap oqmaydi. Sababi nima desa, siz Xitoyga berib turib qolgan bo'lsangiz, Amerikaga biletimni Xitoyga aytib deb talab qilganmi degan narsa gap chiqadi. Unda cho'ng-cho'ng bo'loqdagi biletlarniki Xitoydan kelishi bu yerda Xitoyning o'ynaganligini ko'rsatdi. Ishqilib, mushtaq bir qism voqealar bor. Ashtaq bo'lganlik uchun hozir Cumhuriyetçi partiyaniki kishilari shu tavranma shtatnikidan necha shtatlarniki ustidan arz qildi. Biletni qayta sanash to'g'riliq. Ondan keyin biletniki farqi, Trump bilan Biden'niki erishgan biletning sonini farqi kichik bo'lganlik uchun qonun bo'yicha ashta ahvolda biletni qayta sanashga to'g'ri keladi ekan. Bu ish yaqinda boshlandi deb faraz qilinyapti. Endi bir narsani biz bilishimiz kerak. Donald Trumpniki mijozi. Donald Trump qattiq kishilarga o'tirmaydigan bir odam ekan, mijozlashlar ekan. Ashta bo'lganlik uchun bu qitimqi kishilarniki o'tirayotgan farzi mushu qitimliq saylam agar adolatli bo'lmaguncha Donald Trump oqsiga yanmaydi deydi. Qat'iy yanmaydi deydi. Toki adolatli bo'lib o'zi rozi bo'lgudek halat kelganchilik bu jang qiladi deydi. Ani Donald Trumpniki bir advokati bor. Ruby Giuliani degan kishi bu ayni vaqtda New York shahriga shahar boshlig'i bo'lgan odam bu. Burun New York shahri intan qalayonqon bo'lib ketib, bulangchilar bu narsalar. Kim o'shadan shahar boshlig'i bo'lgandan keyin butun New York shahrini o'ngishib o'tgan. 11-sentabr voqeasi mezgilida o'shadan New York shahrining shahar boshlig'i shu chog'da men bir ish zot esimdan chiqmaydi. O'sha Saudiya Arabistoniki dan adamlar kelib, shu chog'da New York shahriga 20 million dollardak pul yana qilgan. Pul yana qilib oxirida Amerika o'ziniki musulmon dunyosi qaratgan siyosiy to'g'riliq biroz o'yinib beqish kerak deb balki ziyofatda so'z qilgan chog'da so'zni qilgan chog'da Giuliani 20 million dollar 20 million dollar pulni qaytarib berib shu madanni qo'lab chiqarib o'tgan odamni. Saudiya Arabistonda bu cho'ng amalini. Bu mushtaqi odam. Bu odamni hozir qadar Amerikadagi o'zi advokat bo'lganlik uchun Amerikadagi cho'ng amaldorlardan 20 dak odamni gunohkor qilib ayirib chiqqan odam ekan. Bu odamni agar adolatga erishilmasa qat'iy aqsi yonmaydi ekan. Amerikada bir odam bor, bir kitob yozgan.
Trump'ның payg'ambarligi Trump Proficiency degan bir kitobni yozgan odam. Bu odam bir so'zlab ekan, videoda uni uzoq ko'rdim. Bu odam deydi, bu Donald Trump Xudoyim yer sharida o'zgarish yasashni o'tgan odam, lekin Rudy Giuliani bo'lsa Trumpni qo'llashni o'tgan odam deb shunday deydi. U odamning farzicha bu ikkisi bu qatimki saylovniki adolatli bo'lishiga to'liq erishmaychilik oqisiga qat'iy yanmaydi deydi. Ashtaq bo'lg'achqa shuni mush narsaga ishonishimiz kerak. Bu qatimki saylov garchi hozir bir qism masala bor bo'lgan bo'lsa-mu, chuqur bu bir adolatlik ahvol ostida oxirlashidi hamda ashtaq ahvol ostida mening farzimcha Donald Trumpning utish ehtimolligi 80% dan 90% gacha bor. Ashtaqda yana utanmaslik ehtimolligi 10% dan 20% gacha bor degan gap endi. Bu ehtimollik yo'q emas hozirgi ahvolda. Unda xo'p qanday qilamiz degan masala bor. Unda vaqtda agar bu qatimki saylov adolatli bo'ldi ekan, biz uni qabul qilmay ilojimiz yo'q. Hammamizniki, mayli Amerikaliklar bo'lsin, dunyodagilar bo'lsin, Uyg'urlar bo'lsin, hammamiz uni qabul qilmay ilojimiz yo'q. U chaqda bundan keyingi vaqtni qanday o'tkazamiz deyishga to'g'ri keladi. Endi ba'zilar deydi, saylovni qayta o'tkazish ehtimoligi bormi deb. Bu ehtimollik bak kichik. Amerikadan aşağı bo'lib baqqan emas. Agar bütün qolgan tadbirlarniki hech qaysi qolgan kelmasa, lekin saylovni qayta berish mumkin, lekin u ehtimollik bak kichik. Şuna bu qatim bir bo'lsa, bu Donald Trump'ningki odamlari bu demokratlar ustidan bütün mamlakat bo'yicha arz qilish mumkin degan gaplarni o'tirishib batadi. Ish qilib bizniki ishonishga tegishli bir narsamiz, bu qatimki saylov chuqur bir adolatlik natija bilan oxirlashadi. Donald Trump'ning o'tish ehtimolligi bak cho'ng, lekin %100 kafolatga ega emas. Shunga bu jihatda ikki xil ideyaga tayyorlik qilishimiz kerak. Endi agar Trump tutamasa, Uyg'urlarniki ahvoli, Uyg'urlar texmi intan cho'ng xatarlik ahvoliga duch keladi. Aslida bir millat o'zining taqdirini boshqa bir davlat yoki millatga bog'lab qo'ymasa bo'ladi. Biz bog'lanib qoldik. Agar sizlar mening kitoblarimni o'qigan bo'lsanglar, bu qislar men bu to'g'riliq burun ko'p yozgan. Uyg'urlarniki hozir yashash usuli masala bor. Biz bek o'ynab ketyapmiz. Qat'iy aytini g'amini qilmayapmiz. Men Uyg'urlarniki o'ynab ketishiga qarab turib bek ansirgan sorun madaniyatniki taraqqi qilishiga, o'ltirishining taraqqi qilishiga qarab turib bek ansirgan burun. Lekin mandat tez o'zgarish bo'lib ketadi deb o'ylamagan, bu o'zgarish bo'ldi. Tunugün yaqinda tunugün Amerikaniki tashqi ishlar ministri Pompeo Sharq Turkiston islom harakati degan tashkilotni terroristlar tizimidan evatdi. O salayatni tashladi, qalpoqni tashladi. Bu Uyg'urlar uchun bir cho'ng g'alaba, cho'ng qo'shallanariq ish, Xitoy uchun bir cho'ng zarba. Lekin men mush munosabat bilan yana bak o'yladim o'zimizning ahvolini. 11-sentyabrdan keyingi ahvollarni to'g'ri ko'p o'ylanib ketdim. Biz nima uchun qanday qilib bugungi kun kelib qoldik? Nima uchun Amerikaniki bir saylimi Uyg'urlarning taqdirini belgilashda mushunchalik darajadagi zarur bir ahvolga tushib qoldik. Uyg'urlar biz qanday qilishimiz kerak? Men burimi degan bu qatim Uyg'urlar qaytadan tug'ilmasi bo'lmaydi. Bizning oldimizda vazifa bek og'ir. Hamma Uyg'urlar o'ylamasi bo'lmaydi. Allah islom dinini nozil qilgani hozir 1600 yil bo'ldi. Uyg'urlar islom diniga kirgani 1000 yildan ortiq vaqt bo'ldi. Ashta yashab keldik. Hozirmi yana Uyg'urlar ichida vazifalarni Allohga ishtirib qo'yib yashayotgan odamlar hali ko'p. Allah ishimizni hal qilib turdi deb. O'zimizning tarixini sal yakunlayli. Allohning qilib ishlari bor, qilmaydigan ishlari bor. O'zimizniki hozir qadarki shu islom diniga kirgan, islom dinini qabul qilgandan keyingi 1000 yil tarixiga biroz qarab chiqqanimiz yaxshi hozir. Men o'tganda insoniyatniki madaniyatlashish tarixi degan bir kitobniki mazmun nazorat deb berdim sizlarga. U kitobniki avtori Amerikaniki prezident medaliga erishgan odam. Bütün shu insoniyatniki madaniyatlashish yo'liga qarab mangandan keyingi tarixini xulosalab chiqqan. Bu yerda muhim bir yakun bor. Bu yakun nima desa, yaxshi amal qilib yashagan insonlar, shu bütün insoniyatning tarixiga qaragan vaqtida yaxshi amal qilib yashagan insonlarniki
erishgan yaxshiligi bilan erishgan yomonligi statistika nuqtasida aytganchada asosan o'xshash 50%. Bu nimani direkt berdi desa, bir millat men yaxshi amal qilib yashadim, shunga Alloh bor, bizning qilgan ishlarimizning hammasini Alloh qilib berdi deb o'ylasa xato. Hozir qadar kishilarniki olib bo'lgan ilmiy tadqiqotning natijasi shu. Amaliyotda buni Uyg'urlarni o'ziga tatbiq qilish kerak. Uyg'urlar o'zini yosh amaliyotlarni yashayotgan millat deb hisoblayoladi, yo'q degan savolmi bor, u bir yetib tursin. Shunga Uyg'urlar bu qitim qattiq o'ylanmasak bo'lmaydi. Uyg'urlar uchun meniki o'zimniki farzcha Yahudilar eng yaxshi misol bizga. Yahudilar e'tiqodini tashlamagan, duosini tashlamagan, ibodatini tashlamagan, lekin jon jahli bilan tirishishni tashlamagan. Mening atrofimda bir necha Yahudilar bor. Ayolim Yahudi, hech qachon ayol ishlamaydi. Ayolning vazifasi faqat bol tarbiyalash, erining vazifasi butun vujudi bilan ishlash. Buni mushtaq yashaydi. Biz Uyg'urlar qanday qilyapmiz? Uyg'urlar bolamizni yaxshi tarbiyalayapmizmi? Uyg'urlar bolamizni kelgusida xalqaro sahnalarda boshqalar raqobatlashgidek qilib tarbiyalayapmizmi? Biz qanday tarbiyalayapmiz? Balki bizninki tanlagan yo'limiz ma'lum bir asosga asosan chiqish kerak o'ttirga. Nurg'un kishilar va o'ziniki farzi bilan ish qilayotgan odamlar ko'p bulqin Turkiyada. Shunga sizlarga o'xshashlar mening ko'nglimga bak yerim, men 3 kun bo'ldi tuzarib uxlamag'ili. Mana shu saylam natijasini bak ko'p ko'raman. Shuning bilan birga hammamiz o'ylanmasa olmaydi. Uyg'urlar qayta tug'ilmasa olmaydi. Agar bu qatim Donald Trump saylanmay qolib qolsa, bizniki buniki mandat yo'limiz texmo uzrab ketadi. Men va men bilan birga ish qilayotgan necha 10 ziyonlar bor, biz ba'zi ishlarni planlashga boshladik. Agar bu qatim saylam natijasi biz o'ylaganda chiqmasa qanday qilamiz degan masala to'g'riliq. Men chet eldagi qarindoshlarniki hammasiniki mush jihatda o'ylanishini umid qilaman. Bo'libmi biz bola tarbiyasidan boshlamasak olmaydi. Kelgusida o'zimizniki taqdirini o'zgartirishda. Shunga mush masalada hammanglar bir obda o'ylab baqsanglar. Keyin qatimda men ba'zi masalalar ustida to'xtalaman. Saylam natijasi chiqib qolsa. Buguncha mana shunday so'zlay. Abatin degandek bu hafta vatandan ancha uchurlar kelmadi. Bir kelgan uchur shu yaqinda 2 yildan ko'proq vaqt o'ziniki pensiya maoshini olmagan kishilar maoshini olibdi, yaqinda qo'lga tegibdi. Bir xil kart orqali oladi ekan pulni o'zi chet elda. Bular asosan hech qanday ishga aralashmay mukujib yashayotganlar ekan. Ashlarga 2 yildan ortiq vaqtki pensiya puli kelibdi. Bu zodi qaysi darajada umumiylik ahvol, buning oqisiga qanday suiqasdlar yushirilgan, bu to'g'ri izlanish to'g'ri keladi. Agar sizlar uchur bo'lib qolsa, men yetkazib qo'ysanglar. Mush ahvolni tushunsak, nemish bo'yotdi degan narsani. Bu hafta boshqa uchurlar kelmadi. Bir narsani aytib endiq hozir Uyg'urlarning asosiy jihatini sulaqda Xitoy virusi sababi bilan sulaqda turyapti. Bunday evatkini yo'q. Buni boshqa uchur kelmadi. Bugun boshqa so'zlay, kilar qatim kurishchi aman bo'linglar. Xudoyim bursa biz uchun bir xush xabarimiz chiqib qolar. Ma qilamsa, xayr xo'sh, Allohga omonat.